Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Istiqlol telekanalining ashaddiy muxlislari, efirda yana jonli tarzdagi tushlikda dasturi. Demak, ayni paytda bizni tushlik dasturxoni atrofida tomosha qilayotganlarga yoqimli ishtaha va umuman ishda yoki qaysidir holatda bizni kuzatayotganlarga a'lo kayfiyat tilaymiz. Zero bunga haqli sabablar bor. Buxoroda kumush qish ziynati, oppoq orzular bilan qor yog'moqda va barchalarimizni yangi umidlarga, yangi ishlarga chorlayotgandek go'yo. Barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda dasturimizni yuqori kayfiyatda boshlaymiz va bugungi mehmonlarimizni dastlabkisini sizlarga tanishtiramiz. Bugungi mehmonimiz aynan Buxoro viloyat namunali maqom ansambli xonandasi Abbos To'yev hamda ularning musiqiy yordamchilari. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Qish kayfiyati hukmron va a'lo kayfiyatda. Keling, dastavval bitta go'zal qo'shiq jonli ijro bilan dasturimizni boshlasak-ku, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Xush. Qanaqa qo'shiq bilan boshlaymiz, Abbosjon? Ona haqidagi go'zal qo'shiq. Ahmad Jondarev musiqasi, Mashrab g'azali. Eshitamiz. Jonli efirda jonli ijro. Marhamat. Cemalin kürgeli keldim, ayav emirban onam. Mening uchun adam bo'lgan, yuragi barqon onam. Xotan dashtiga tushdim bu sarayning gardishi birlar, eshitgilar holimni, men aytay senga jon onam. Eshitgilar holimni, men aytay senga jon onam. Ajoyib mehribonimsan, mening yorim jonimsan. Murod edi jahonimsan, behishti jon fidan onam. Mana bir jihod ko'zlik bo'l, jahon ishra xarob etding. Hadis saru sana barqolarim misli kamon onam. Hadis saru sana barqolarim misli kamon onam. Seni ko'p intizor etdim, firog'ut etdik kabam. Tavfika maqsud da keldim dil kaçan onam. İlaho af qilay bul Mashrabning gunohini. Tufayli onay zolim g'aribuna
Cemalin kürgeli kirdim Ayağı mihriban Onam Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Onajonlarimiz doimo sog'-omon bo'lsinlar. Abbasjon juda ham chiroyli, go'zal ijro bo'ldi, jonli ijro bo'ldi va albatta tomoshabinlarimizda haqli savol tug'ilyapti. Bu yigit kim ekan deya. To'g'ri, siz bugun ijtimoiy tarmoqlarda ancha faolsiz, lekin baribir internetda bo'lmagan tomoshabinlarimiz uchun siz yangi bir ijodkor sifatida hozir gavdalanyapsiz. O'zingiz haqingizda. Qolaversa, maqom ansambliga uncha-muncha kishi olinmaydi-da, saralanib, eng ijodkor, eng bir yaxshi ijro mahoratiga ega bo'lgan ijodkorlar saralab olinadi. Shu davrgacha bo'lgan jarayon, o'qish, tahsillar haqida, o'zingiz haqingizda ozgina aytib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum deymiz barcha muxlislarga. Shu birinchi ustozim shu otam. Mana shu kungacha yetib kelishimga sababchi bo'lib, shu hozirgacha qo'llab-quvvatlab turibdilar, Xudoga shukr. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Shu san'atga qiziqib, mana aytib o'zim qiziqishimni ko'rib, musiqa maktabiga Shofirkon tumanida, asli Shofirkonlikman-da. Shofirkon tumanida 9-sonli musiqa va san'at maktabida o'qiganman. 5 yil Yunus Mahmudov Yunus ustozga. Keyin yerdan keyin keldim, mana Buxoro san'at kolleji, Muxtor Ashafiy nomidagi san'at kollejida o'qidim. Ilhomjon Ismoilovda qo'llarida tahsil oldim. Keyin institutga ketdim, Toshkentda san'at va madaniyat instituti. Demak, boshida maqom yo'nalishi tanlangan ekan, an'anaviy ijrochilik yo'nalishi. Gap bo'lish. Demak, otangiz ham maqomchi bo'lganlar. Yo'q, shu qiziqadilar, shinamanlar. Demak, havaskor, san'atni yaxshi ko'radigan inson bo'lganlar, lekin o'zlarida ushalmagan orzuni farzandlarida ushalishini istaganlar va sizni qo'llab-quvvatlaganlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Maqom albatta juda ham bir katta yo'nalish. Bu yo'nalishda ijro qilgan san'atkor albatta boshqa yo'nalishlarda ham bemalol ijro qila oladi. Bugungi kunda aynan maqom san'atiga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasida. Prezidentimiz tomonidan aynan maqom san'atini rivojlantirish va yoshlarga yetkazish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida ko'plab bir xalqaro tanlovlar ham e'tirof etilyapti. Har 2 yilda maqom nima festivali bo'ladi. Mana shunaqa tanlovlarda o'zingizni hech bir sinab ko'rish haqida bir o'ylab ko'rganmisiz? Yoki sinaganmisiz? Ko'p konkurslarda ishtirok etganman. O'tgan yil mana Zominda bo'ldi. Maqom festivali bo'ldi, katta xalqaro bo'ldi. O'sha yerda maqom ansambl jamoa bilan qatnashdik. Jamoaviy qatnashdik, yakkaxonlikka qatnashganim yo'q unda. Lekin yakkaxon ham qatnashish mumkin, to'g'rimi? Mumkin. Jarayonlar haqida ozgina o'rtoqlashsangiz, o'zi qanaqa kechadi jarayonlar? Endi o'sha yerda maqom birinchi saralash bo'ladi. Saralashdan o'tgandan keyin shu festivalga qatnashasiz. U yerda 60 ta yo 80 ta davlatdan bo'lim maqom xalqaro. Turkiya, Ozarbayjon, Eron, yo'q Hindiston, Amerikadan. Shu qatorda jurilar ham har bitta davlatdan qo'yiladi. Demak, har bitta davlat vakillari o'zini maqomlarini ijro qiladi, jumladan o'zbeklar o'zbek maqomlarini ijro qilishadi yoki aralash shartlar ham bormi? Yo'q, faqat hamma o'zini shu millatdan shu maqomlarni kuylaydi. Albatta, o'zimizni o'zbek xalq maqomlariga yetadigani yo'q baribir ham. Keyin yana bitta go'zal ijroni bir eshitsak-ku, keyin yana davom ettirsak. Toshkent Farg'ona yo'nalishidan endi juda yaxshi kuylab beramiz. Kavşansın müdin Küzi kıralsın müdin Ey kavşansın müdin Küzi kıralsın müdin
kudurat arar sari safosın din. Bu kudurat arar sari safosın din. İşkına ardımudin haydru nabardımudin. Bu kattik dertler araya vaslin davasın din. Bu kattik dertler araya vaslin davasın din. Çarhraman cimudin darişkeman cimudin. Canıma her birini cebru cefasın mı dine yar yavrum. İnavidi makaşu köznin vasfini kavşayasın bu dine gözü karasın bu din. Gap yo'q. O'zi mana shunaqa milliy mumtoz qo'shiqlarimizni, maqomlarimizni eshitar ekanmiz, odam bir o'ziga xos o'y xayollarga cho'mib ketadi, xuddi davolaydigandayda. Albatta, Ruhiyat albatta. poklanadi. Ilohiyda Ha, maqom. tinchlanadi odam. Maqom bu san'ati ilohiy. Bu necha asrlardan buyon yetib kelyapti hozirgacha. Bundan keyin ham necha oxirgi 8-9-asrlarda уже yetib kelgan, paydo bo'lgan. Bu ilohiy maqom. Umuman bugungi kunda yoshlarimiz aynan mana shu san'at yo'nalishida tezroq tanilishi uchun estradani tanlaydi. Siz nima uchun maqomni tanladingiz? Vaholanki, lekin maqom yo'nalishida ham tanilish imkoniyati katta bunday olganda. Ha, endi estradni yo'nalishida ham chiqsa bo'ladi. Endi maqom yo'nalishida kuylagan xonanda, u hofizlar estradani ham kuylay oladi-da, u unaqa nima deb aytsam, maqomni o'zining darajasi bor. Albatta. O'sha daraja bo'lsa bo'ldi bizga. San'atni turli darajaga bo'ladigan bo'lsak, ayniqsa qo'shiqchilikni, musiqani, maqom o'sha darajani eng yuqorisida turadi desak maqom mubolag'a bo'ladi. darajasi bo'lsa bo'ldi, u unaqa nimalar bor. To'g'ri. Juda ham yaxshi. Umuman bugungi kunda mana maqom ansamblda faoliyat ko'rsatyapsiz xonanda sifatida. Turli xorijliklar keladi, ular uchun konsert dasturlari qo'yiladi. Albatta. Xorijliklar maqomni qanday qabul qiladi?
Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zimiznikilardan ham ko'ra ular ko'proq eshitadi. Qiziq ha ular uchun ha. Kelib shu zal to'lib tursa ham umuman bitta ham ovoz eshitilmaydi. Eshitib shu o'zimiz maqomlarni mana konsert qo'ydik o'tgan yil mana jamoa bilan ham Modarixonda konsert qo'ydik ancha endi shu yil mana bu yerda Karvonsaroyda shu turistlarga konsert qo'yamiz. Asosan turizm bilan ishlaymiz. Har bittalari kirib, eshitib, maza qilib qo'lni nima qilib ketishadi. O'zaro hurmat, etika, ha bu maqomni eshitish ham bir san'at aslida, to'g'rimi? Mana hozir aytdingiz-ku, o'sha jimlik saqlagan holatda. Shu agar auditoriyada qanaqadir bir ortiqcha harakat yoki ovoz eshitilsa, balki sizlarni ham e'tiboringiz chalg'ib qolishi mumkin. Chunki jonli ketadi-yu baribir ijro, to'g'rimi? Men yana bitta narsaga qoyil qoldim. Abbosjon, mana shu jonli efirga sizni taklif qilishimda siz aytdingizki, men zo'r sozandalarni yig'yapman aka. Men shuni ko'p o'ylayman. Har doim ham xonanda zo'r, kuchli bo'lishi mumkin, lekin uni jamoasi, qanotlari bo'lgan sozandalar agar kuchli bo'lmasa, u to'laqonli yetishtirib bera olmaydi. Siz demak mana shunga alohida e'tibor qaratar ekansiz. Bugun mana jamoa a'zolaridan 2 nafari mana skripkada akamiz va butun O'zbekistonga ma'lum mashhur yosh doirachimiz Jasurbek Aliyevlar. Umuman mana shu nima uchun xonanda jamoasini zo'r shakllantirish kerak? Nima kerak bu? Endi mana qush ham qanotsiz ucholmaydi-ku. O'shanga endi muzikantlar agar bir-birini his qilsa, shu san'atkorga, hofizga yaxshi yetkazib bersa agar, tushunsa, yetkazib bersa agar, u hofiz aytib biladi-da. U ham miyasi muzikantlarga bo'lsa, ham ashulada bo'lsa, o'sha so'z ketib qoladi-yu. To'g'ri. Qolaversa, agar fonogramma bo'lsa, hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Shunchaki bir rekvizit bilan oddiy bitta odam kelib o'tirib yolg'ondan chalayotganday qilishi mumkin, lekin jonli ijroda buni umuman iloji yo'q. Jonli ijroda zo'r, albatta sozandalar ham bo'lishi kerak. Keling, sho'xrog'idan ham bironta eshitsak iloji bormi? Farg'ona Toshkent bo'lganda xorazmcha aytib beramiz. Juda ham yaxshi bo'lardi. Demak, azizlar, siz jonli efirda tushlikda dasturida jonli ijrolarda sho'x xorazmcha eshitamiz. Abbos To'yev. Ahey! Biram qilib so'rmadi holimni nechuk deb, ul avrazi gul ming va'da barib birga vafo aylamadi-ku, ul va'dasi yolg'on ming va'da barib birga vafo aylamadi-ku, ul va'dasi yolg'on. Parvonasman ishqotini yoldi bu jonim, yo'q sabr-u qarorim. Parvonasman ishqotini yoldi bu jonim, yo'q sabr-u qarorim. Ovozi usni solib olama g'ulg'ul, el barchasi hayron.
ovoza yusni solib ovlama g'ulg'ul el barchasi hayron Sensiz ne qilay ushbu jahonda kuydi jonim Sen bana gereksen Aybim yolida qilsa qabul ulmoyi toban Jonim bana qurban Bir necha mahallar yurban roz dilaydim Divanay mashrab Biram ekan kelmadi har dam qoshimizrab Ul va'dasi yolg'on Biram ekan kelmadi har dam qoshimizrab Ul va'dasi yolg'on Ul zulfi parishon El barchasi hayron Ul zulfi parishon barchasi hayron Ul barchasi hayron Ul zulfi parishon Rahmat, mazza qildik. Menimcha bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham beixtiyor raqsga tushib ketishgan bo'lsa ham ajab emas. Mualliflik qo'shiqlar ham bo'ladimi, xudo xolasa? Abbosjon. Yaqinda nima yangiliklar? Harakat qilib turibmiz. Shunda endi avvalambor shu vatan haqida bitta mustaqillikka xudo xolasa shu yil sentyabrda mustaqillik bayramga chiqmoqchiman respublikada. Shunga vatan haqida qo'shiq qilib yangi mualliflik qo'shiqlar ham bo'ladi. Kelgusidagi faoliyatingizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Ijodda katta-katta yutuqlar, muvaffaqiyatlar yili bo'lsin. Mana yangi yilni ham qarshi oldik. Xudo xolasa yangi ijrolar, yangi mualliflikli qo'shiqlar bilan yana sizlar bilan mana shu studiyamizda ko'rishamiz degan umiddamiz. Rahmat sizga ham. Azizlar, bizda esa reklama, birozdan keyin yana qaytamiz.